Assalomu alaykum, sevimli azizlar, navalanlar yaxshimi? Obdan turyotamsizlar. Bugun biz o'qiyotgan Qiyadik ovchining Ahuzari nomli bu kitobimizni o'qishni davom qilamiz. Kitobning avtori qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtar Shaxonovning suhbati asosida tayyorlangan bir kitob. Oldingi mazmunlarda biz o'qib Chingiz Aytmatovninki Lenin adabiyot mukofotiga erishgandagi onasining hissiyoti haqidagi yalarni o'qib kelgandik. Ayni zamondagi Sovet ittifoqininki dunyodagi o'rni va shuhratiga nisbatan ilib aytqanvaqtida Lenin adabiyot mukofoti xuddi Nobel adabiyot mukofoti bilan tang darajadagi bir shu xil narsa deyishga bo'ldi. Ya'ni uning shuhrati, uning ta'siri degandekchi. Shundaq qilib, onam Chingiz zo'r obro'y taxtga ko'tarilgan kunni To'raqul ro'yining g'albisi qatorida qabul qildi. Aytmatov. Ha, onamiz u kunga o'zgacha ma'no bergan edi. Shaxonov. Hayajonlanib ketdingizg'u deyman. Bo'ladi. Hikoyamizni boshqa yoqqa burayli. Shikar ovulga berish safarimizda Umar Boynarbekov, Davlatbek Shodbakovga o'xshash inlaringizni va o'zingiz bilan birga o'qigan ikki azmatni elib, Rossiya televiziya stansiyasining Qirg'iziston Jumhuriyatida turishliq muxbiri Vladimir Petrov bilan suhbatlashish uchun Gurkirak daryosining qirg'oqlariga yaqinlab, etingizning tizginini tatqiningiz esingizda bordi? Shovqin suran silib to'lqinlab eqiyotgan daryo soyili yop-yeshillik purkangan, illiq joy ekan. Tabiatdan o'zirilib turganimizda siz mening yanimga kelib, "Avu manas cho'qsig'i bir parcha bulutning qo'nganini ko'rdingmi? Endi qarab tur. 15 minut ichida atrof qalamqonlashib ketadi" dedingiz. Dastlabida chaqchaq qilayotgan o'xshaydi. Kichikkina bulutdan bundaq huy chiqmas, hozirla shamol simirib ketmamdu deb o'yladim. Sut pishim vaqt ichida shamol chiqib yomg'ir quyuvatdi. Hamma siz degandek bo'ldi. O'zingizning tug'ilgan yeriningizning o'zgarishchan mijozini, yepidan yangnisigacha to'liq bildiginingizni sal-pal his qilgandek bo'ldim. Sizning Qozoq diyorida o'tgan o'quvchilik hayotingizga munosabatlik bir qiziq hikoya esimga kelyotidi. 1995-yili Bishkekda o'tkazilgan Uch qarindosh Jumhuriyatining bosh ministrlarining Okajon Qojigeldin Qozog'istondan, Abduqosim Mutalipov O'zbekistondan, Abbos Jumag'ulov Qirg'iziston yig'ini oxirlashgan chog' hukumat boshliqlari va har sohadan kelgan baholag'uvchilar elektr energiya, gaz ishlab chiqarish, sog'liqni saqlash masalalari bo'yicha birlashib xizmat qilishga ahd qilishdi. Yig'in oxirida mehmonlarni Qozog'iston elchixonasiga choyga chaqirdim. Chaqiriqni 3 yillik bosh ministr rozimlik bilan qabul qildi. Elchixonadan uyga qaytib kelib deb mashinadan sizga telefon qilib, uch qarindoshning beshi kunda bir yerda qo'shilavermaydi. El yurtning tizginini tutib turgan enalaringiz bilan didorlashib, nozu ne'matlaridan bahralaning dedim. Dasturxon ustidagi ko'ngillik parang birdamda qizib ketdi. Siz bugungi qimmat qarashi, Turkiya xalqlarining qarindoshligi va madaniyat san'at ahvoli to'g'risida gap qildingiz va eshak haqidagi hikoyani boshlavatdingiz. Dasturxonda o'tirganlar butunlay o'zini unutgan edi. Dal mushu chog'da Olmaotadan tashqi ishlar ministri Qosim Jo'mart To'qayev telefon berib qoldi-da, hikoyaning o'ttirisini anglamay qoldim. Kirsam dasturxondagilar qaqoqlashib kulishyotdi. Shu hikoyani yana bir so'zlab bersangiz. Aytmatov. So'zlab beray. Jambul shahrining mol doktorlik texnikumiga kirgan chog'larim. Kundalik leksiya bilan tajriba qilinadigan darslar birlikda so'zlanadi. Beliqchilik, qo'ychilik degan boblar bilan boshqa mollar qurib qolgandek eshakchilik ilmiga kirishib ketdik. Dastlabida eshak degani nimasidir endi, mushunimi mol deb dars kirgizgan nimasi deyishib zangli qildik. Kim biz o'ylagandek bo'lmadi. Ikki quloq salpib turadigan, angirganning hammani eshak degan bilan uning otam zamonidan kelayotgan tegi tekti, turi, rangi o'zgichiligi bor ekan emasmi? O'qituvchimizning millati rus bo'lib, urush yillarida Leningrad qurshovida qilib Qozog'istonga ko'chib kelgan. To'limi bilimlik, talabchan, yashinib qolgan kishi edi. Tajriba darsini o'tganda texnikumning qo'shimcha egiligida eshak yo'q bo'lg'achqa professor o'quvchilarni Jambulning Atchapar degan mol bozoriga elib boradi. Shahar atrofidagi ovullardan qirg'izlarning Talos degan yerdan molay deb ekilib sotadiganlar shanba yakshanba kunlari bozorda mij-mij bo'lib ketishadi.
Satarman bilan alarmanni kelishtirib qo'yish uchun chipib yuradigan bidiklarmi bor edi. Bir chog'da biz bozorning qap o'ttirsida chivin qap turgan eshikning yeniga kelib to'xtadik. Aytmatov, "Mav eshikning qaysi turi? Qani so'zla" deb ko'zoynik parqirab turgan professor bir to'p o'quvchining ichida manga burildi. Bu jonivar dastlabida Afrika bilan Osiyo quruqligida paydo bo'lgan. Hozir Sibiriya, Kashmir, Tibet, Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Mong'oliya qatorliq joylarda uchraydi. Bular asosan qo'lga o'rgatilib, ular o'rnida ishlatiladi. Mana o'zingizlar ko'rib turgandek, eshaklar boshqa mollarning quloqining uzunligi bilan farqlanadi. Paqalchiqqa tushadigan inchki quyruqimi bor. Taxiga 12 oy qo'saq ko'taradi deganimni bilaman. Heliqi eshakning egsiga ko'zim tushdi. Ovuldagi Rosali yeznam bilan Qarqizg'achamning qo'shnisi meni ko'rib hayronas qoldi. Uyalganimdan nima deyishni bilmay qoldim. Hatto ovozim chiqmay xirildab qoldim. Buni professor nädin bilsin? Nima ish to'xtab qolding? So'zingni davomlashdi. Ko'k eshakning boshqa eshaklarga qaraganda yana qanday aloyitligi bor deb qistig'iltdi. Oduqinimdan chekemdan ter quyilmoqda edi. Eliq oqsoqol shikaga borgandan keyin Voy Allah, To'raqulning bolasi Jambulda eshakchilikni o'qib yuribdi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Muallim bilan birga bozorda mening eshigimning oldiga kelib, uning tek-tektidan boshlab urug' jamoatdi. 7-6sini butun sanab chiqdi. Bolaning so'ziga men turmoq ko'k eshigim rozi bo'ldi-ku deyman deb butkul hikoyaga ovulga hikoya taqitibdim. 40 yillarning oyoqlarida avulda sud, taftish, saqchi kasbidagilarning obro'yi bak yuqori edi. Saqchidan ering bo'lsin, Hindistondan cheng bo'lsin degan najviy she'rmi shu davrning mahsuli edi. Meni xalq hurmatlaydigan, sirtidan yiqadigan o'qishning biror yeriga borganda, cho'ng bo'lganda biror tutquni tutar deb yoq yurtlarda o'qib yurganimdan ovuldoshlarimning oldida faxrlanib, har kelganimda oz-poz tiyin-tangilari bilan qurut seriq maylarini aymaydigan ocham bilan yezinam. Buni anglab cho'chigindan na kulishni, na yig'lashni bilmay qapti. Keyin ovulga ta'tilga kelganimda qarqiz ocham "Seni haqlar eshakchilikni o'qitibdi" deydi-g'u. Bu nima gap? Voy ko'z nurmay, boshqa o'qishga qurib qaptimi? Navoda eshakchilikni o'qig'ing kelayotgan bo'lsa, mushu ovulda eshakdan ko'p narsa yo'q emasmidi? Dedi ko'ngli buzilib. Mening azmat bo'lib yetilishimni orzu qilib yurgan oq ko'ngil ocham bilan yizimning oldida o'zimni qandoq oqlashni bilmay tanglikda qolganim ta bugungacha esimdan chiqmaydi. Bumu Ovul akademiyasining oddiylik va soddalik nomli bo'limini to'liqlaydigan ahvollarning biri. Shaxonov. Bir qitim Seytali Bekmanbetov degan do'stingizni bizning uyga boshlab kelgandingiz. U chog' yozning orambaxsh oftobli kunlari edi. Qiyam bo'lgan qimizni ichib o'ltirib, o'tgan kechgan voqealarni bir-birlab uzoqcha mungdashgandingizlar. Aytmatov. Ha, urush yillarida qurol ilishga yaraydigan azmatlarning hammasi maydonning ko'zi bo'lgan emasmi? Kampir chol, tul xotin, yetim o'g'ildan boshqa teriki yo'q ovulga nisbatan 13-14 yoshdagi bizlarmi zo'r kuch-qudrat hisoblanatdiq. Boshqarma kolxozning nurg'un ishlari vayron bo'lg'achqa, kichik bolalarni maktabdan ajratib, xohlagancha ishga solatdi. Mening so'mka ko'tarib, shakar, Orchugul ovulliq kengashga kotib bo'lib yurgan vaqtlarim Saytalining maktab mudirligiga o'sgan vaqt edi. Ozdir ko'ptir savodi bor, hisobning oddiy amallarini ta'sirli tushundiganlar muallim deyilib dars berishadi. Shaxonov. Keyin Sehtali aka bilan uchrashganimizda u siz to'g'riliq paran qilib berdi. Maktabda boshqa taniqdoshlarimizdan bir qadar yaxshi o'qigan Chingiz ikkimiz o'zimizcha mas'ul xizmatda yursakmi, yoz oylarida o'murishqa, xomon tepishga, eriq qizib kalarva saydashga qizg'inlik bilan kirishib ketatdiq. Bo'libmi bir sinfda o'qigan To'xtasin, Boyizbek, Olimbek beshimiz birdammi aramolmaydiq. Tong oqirib To'rg'ay sayrishi bilan o'rnimizdan turib, qo'llarimizga ketman, o'g'oq, ori elib, kun patquchi bel so'zilishni unutib ishlaydik. Har qancha qiynalsaqmi, onalarimizning "Dadanglar aman qaytib kelsa, tatgan jafo mushaqqatinglar birdamda unutilib ketadi" degan so'zlari ko'nglimizga jo'shqinlik bag'ishlaydi. Bir kuni kolxoz boshqarmasi bir to'p bolalar ichidan Chingiz ikkimizni maymoq bekitiga bug'doy to'shishga belgiladi. Harbiga liq-miliq qachilangan bug'doyni ilib, qamchilasanglar mangadigan qashang o'kizni qamchilab, har kuni maymoqqa qatnaydik. Chanqaygan kunga manglayimizni qoqlab, oshliq tayyorlash bo'limiga yetkichi tush bo'lib ketadi.
Bölüm başliqi Nauminkov degan odamgarchiligi bor. Mard, rus azmati bizni ko'rish bilan kulimsirab qarshi oladi. Rus tilini sudek biladigan Chingiz uning bilan erkin ozoda so'zlashadi. Shuning soyasida ishimizmi o'ng'a tortadi. Chingiz man qaraganda baslik ham chidamliq bo'lib, yo'g'on tag'arlarni mirsiga otib, palampaydan qiynalmasdan yuqori o'rliganda ixtiyorsiz so'yinib ketdim. Boshqalar tag'arni so'rgunicha do'langan bug'doy ustiga qo'yilgan taxtay bilan aran o'milab mengayotganda biz ishimizni puturib ovulga qarab mang'atdiq. Qayta yo'limizda qashon o'kizlam yugurib bo'lib ketadi. Quruq qarvini shig'illiq yo'lda uydan ilib olgan go'shtsiz kucha. Kucha degan bir xil qirg'izlarning yasab ichadigan ichimlik ekan. Bilan bir parcha nonni yeb, qo'saqni istalib olgandan keyin ko'nglimiz texmi ko'tarilib naqsh aytatdiq. Chingizning qo'lidan har qandoq chog'da rus klassik kitoblari tushmaydi. Ba'zida menga o'qigan asarlarning mazmunini qiziqarli qilib aytib beradi. Uning ota-onasi, ustozlari va qizlarga atab yozgan she'rlarimi oz emas edi. Bir qatam menmo ko'nglim tushib qolgan bir qizga atab she'r yozdirgan edim. 1944-yilga deyman. Bölümge kelsem Chingiz yolg'iz o'ltiribdi. U meni ko'rib xushal bo'lib, "Saytali, noyi markazi Kirovga berib, zoyimning pulini o'tkazish kerak ekan. Orliq yiroq, yana kelib pul elib yurish xatarlik. Billa berib mushu ishni bitirib kelsak qandaq? O'kizmi, g'arvimi tayyor" dedi. Maktabning ishi chechimdan to'la bo'lsa-mu, do'stimning ko'nglini avaylab ma'qul bo'ldim. Ertasi tush mahallada izlab chiqqan idoramizni so'rab tepib, o'kizlarimizni sug'urib, zag'irninimizni yeb o'ltirsak, o'rta bo'y, kang yelkilik, qora burtliq bir yigit yanimizga kelib, "Balla, nima ish bilan keldinglar?" deb salomlashdi. Hol ahvolimizni tushundirdik. "Sen kimning balasi?" dedi yiliq odam Chingizga burilib. To'rqul Aytmatovning deyishi bilanla u yigit, "Voy Allah, Isl odamning balasi ekansan-ku" deb ko'ziga yosh oldi va Chingizning bag'riga besib suyib ketdi va "Xo'jamqul degan akang bo'laman. Noyilik omonat kooperativining boshlig'iman. Azmat sifatida dasturishimga yordam bergan kishi To'rqul aka edi. Qilgan yaxshiligini bu olamda qaytara olmayman" dedi. Xo'jamqul bola chaqalar bilan omonat kooperativining bir bo'limida o'ltirdi ekan. U harvaning ustida nong'ajab o'tirgan ikkimizni darhol uyga boshlab to'rga chiqardi. Isl noz ne'matlarni yugizdi va zoyimning pulini sanab elib, ko'tkini qo'limizga tutqizib, ertasi ovulga uzitib turib, "Uchanqa kiyim ilib kiygin. Hozircha qo'limda bor mushu" deb bir tingoq pulni Chingizning cho'ntagiga soldi. Shu yili kuz mezgilida Chingiz ikkimiz Jambul shahriga qarab yo'lga chiqdik. Xo'jamqul aka bergan pulga Atjabbar degan bozorni kezib yurib, ikki harbiy pashmat, shim, yulduzlar chaqnab turgan jup bosh kiyim, belvoq setib oldik va Elkunning ko'zidan yiroqroq berib, darhol kiyim yengishlab, kichikkina qizil askarga aylandik. Sizning yoshlik hayotingizga munosabatli yana bir hikoya anladim. Yezilik institutida sizdan 2 sinf tuvan o'qigan Musa Qasimov degan kishi bilan tuyuqsiz uchrashib qoldim. Paranchi kishi ekan. Sizning Qirg'iz chorvachilik ilmiy tadqiqot o'rnining firmasida bosh mol doktor bo'lib ishlayotgan yigit chog'laringiz to'g'risida oz-poz so'zlab berdi. İnsanlarning hammasining hayotida hikoyalar bo'ldi. Hammasininki uchragan mushtaq kishilar bilan bo'lgan nurg'un aslimlar bo'ldi. Ammo bir kishi dangliq bo'lgandan keyin, andikin uning atrofidagi kishilar uning bilan birga o'tkazgan oddiy ishlarni eslama sifatida eslaydi. Ashuna dangliq bir kishi bilan tanishgani, ashuna dangliq kishi bilan vaqt o'tkazgani va yoki ashuna bir eslamasi bo'lganini faxrlanib turib so'zlaydi. Chingiz Aytmatov dangliq bo'lgan bo'lg'achqa, mana mushta nurg'un kishilar uning keyindan uning bilan birga bo'lgan eslamlarini bayon qilib berdi. Oddiy kishi bo'lgan bo'lsa bu kitob yozilmaydi albatta. Aytmatov 1956 yil sentabr oyida Gorkiy nomidagi adabiyot institutiga o'qishga mang'inimda xizmatimni Musaga o'tkazib bergan edim. Shahanov.
Musa sizning taatmingizda rus tilida yozilgan ikki maqolangizni, ikki ilmiy maqolangizni tepib olibdi. Biri mashinkada yozilgan, biri qo'lyozma holatidagi 3 qitim to'liq sig'ishni amalga oshirish mumkinmi va ko'mma qo'noq chorvalarga oziq bo'ladi degan maqolangiz ekan. Yigit chig'ingizda qalam tavratgan asringizni Musa 40 yildan buyon oilasining eng e'tiborli tabarruk sifatida qadrlab saqlab kelib o'tibdi. Chekam Chikemning bir hojatiga yarab qoladigan bo'lishi mumkin. Yaqinda ko'chirimizni manga topshirib berdi. Musa aka siz to'g'riliq yana mundoq dedi. Chekam firmaga moldiq. Chekam degan akam degandek bir gap o'xshamamdi bu? Shunday ekan. Chekam firmaga mol doktor bo'lib kelish bilanla cho'ng o'zgarishlar qildi. Ilgari kishilarning xiyoliga kelmagan takliflarni qordek yog'dirib, bu ishlarga o'zi yetakchilik qiladi. 1950-yillarning o'rtalarida Qirg'iz diyoriga esil nasllik siyirlar yo'q deyarlik edi. Keyin Leningrad oblastidan a'lo nasllik buqalar ilib kelindi. Molning nasli yaxshilanib, sutidagi mayning tarkibi oshdi. Chekam yiliqlarni nasllantirishga ko'p kuch chiqadi. Bo'libmi yuguruk otga minganda nihoyat ruhlanib ketadi. Yilqining hayoti va psixologiyasini mukammal egallaganligini Alvida Gulsari postida aniq ifodalamadimi? Chekam adabiyotga yuzlanmagan bo'lsa, chorvachilik sohasining atog'liq akademik olim bo'lishga qilsig'maydi. Aytmatov. Arzuyunga tilakdosh yaqin odam bo'lg'achqa davradigu, taqdir degan shundoq ekan. Xo'sh, parangni endi sang yo'tkayli. Dramaturg Qaltay Muhammadjonov uchimiz Toshkentga ketib, sening tug'ilgan o'lkang Shimoliy Qozog'iston oblastiga tushmadikmi? Butkul musulmon dunyosining ikkinchi Mekkasi deb atalgan Turkiston tuprog'ida yotgan Xo'ja Ahmad Yasaviyning qabrisini tavob qildik. Bizni Serik Saytinjonov, Olimjon Qurtayev va Quvonish Aytqanov degan inlaring kutib olib, o'tirar boturlik haqida ko'p hikoya qilib berdi. Men ilgirmi o'z og'zingdan o'tirar Arslanbob, Turkiston to'g'risida talay qissalarga qangan edim. Hadislar o'tirar haqida so'zlab, uning shir yurak qahramonligini bir-birlab sanab kuylaydiganligini qarab, tug'ilgan yeriga chambarchas bog'langan farzandning bir ekan deb o'ylaydim. O'z vaqtida o'tirar haqidagi dastoning menda cho'nqur ta'sir qoldirgan edi. Mavo hozir Aytmatovning Qozoq shoiri Muxtar Shahonovga da'vat qildi. Necha vaqtdan bizning o'qigan mazmunlarimizda Shahonov butunlay Chingiz Aytmatovning bolaligi, hayotiga munosabatli hikoyalarni ham o'zining anglaganlarini bayon qildi, ham Chingiz Aytmatovning o'z og'zidan so'zlatdi. Endi qaraganda navbat Shahonovga kelgandek turdi. Shahonov. Chingiz, mening kindiq qanim to'kilgan yurtim bilan bo'lgan munosabatimda bir tragediya bor. Dadam rahmatlik, savodliq, arabcha cho'chak dastonlarni ko'p o'qigan, burunqi hikoyalarga usta odam edi. Ancha muncha mollaligimi bor edi. O'z vaqtida qo'shilgan molchiga mullani, boylarni savdo, qamchida deb shoir kuylagan siyosatning kasofati bilan tug'ilgan yeridan ko'chib, To'labi noyisining Qashqasuv yezisiga turmushga chiqqan Izzat degan qizni panohlaydi. Ko'chib kelganda men tex qirqimdan chiqmagan itlimi qizil qurt ekanman. Dadam 9 yoshimda olamdan o'tdi. Kichkimdan tizg'a o'ltirg'izib olib, o'tirarni qo'g'dash uchun qurbon bo'lgan shir yurak ota-bobolarimiz haqida talay qatim hikoya qilgani hozirmi yodimda. Balkim u farzandimning tug'ilgan yeriga bo'lgan havasini shuning bilan to'ldiray degandi. Ba'zida onamning bola bek kichik tushunalamu degan gapiga yo'q tushunish kerak. Tushunmas o'ziga tas. Yildiz cho'nqurliq tartalmagan daraxtning har qachon umri ko'ta deydigan. Biz chaqallarda işte o'ylab qolganmiz. Bolalar kichik, bilmaydi, tushunmaydi deb. Ammo o'zimizning kichikligini hamda eslasak, chiqishlarni tushunalaydik, bilalaydik. Ha, balkim o'ylaymiz, bizningki bolalarimizningki tili bilan bizning u chog'dagi til saviyamiz farqlandi. Hozir bolalar gaplarni tushunmaydi. Bir jumla desak ichida u nim degan gap, bu nim degan gap deb so'rab shuning bilan parang bo'lmay qilib ketadi deb o'ylashimiz mumkin. His qila oladi. Agar bolamiz tug'ilishidan boshlab uyda Uyg'urcha muhit bo'lgan bo'lsa, ya'ni Uyg'urcha muhit degan ota-ona izchil Uyg'urcha paranglashib, Uyg'urcha kitoblarni o'qib, mushtaq qilgan bo'lsa, damal bola anqiramaslik mumkin. Masalan, muvofiq degan bir so'zning ma'nosini tushungan qizim so'rdi. Shuning bilan men uyg'un degan gap, dal keladigan degan gap dedim. Shuning bilan ha deb
bir necha jumla tuzatdi, ötep ketdik. Demek o söz uningki o'zininki so'z boyligiga o'zlashdi degan gap, kallasiga o'rnadi degan gap. Bu yerda ba'zi masalan biz ma'lum bir voqelik anglatdik, ma'lum bir yerni tanishtirdik, ma'lum bir kishi, ma'lum bir kitob haqida paran qilib bergan bo'lsak, bola uning ichidagi ba'zi so'zlarni tushunolmasligi mumkin, ammo umum mazmunni tushundi. Masalan, hech bo'lmasa bir kitob o'qiyotgan vaqtimda hozir men kitob o'qiyapman. Bolalarim yonimda bo'lgan anglayotgan bo'lsa, balkim bunchalar balki yuqori adabiy gaplarni tushunolmasligi mumkin. Ammo masalan, men o'qib ko'z yoshi chiqib ketgan chog'larimda yoki bek hayajonlangan vaqtlarimda bolalar ashuningdan eng oz %30, %40% bir narsani his qila oladi. Mening chiroy ifodamdan, tuyg'ularimdan va anglaganlar asosida birlashtirib bir narsani kallaga yerlashtira oladi. Yıldız nomliq dangliq, dunyoviy dangliq kitob bor-u, shuning kinosi ishlandi. Kontakentining hammamiz bilamiz. Ash Yıldızda Kontakenti biz mau yerdan keldik. Mandingo jangchisi Kontakentining bolasisan. Qizi Kesiga deydi. Kesi o'g'li Jorjiga deydi. Jorji bolalarga deydi. Eng oxirida Jorji xo'roz ko'ndiruvchi Jorji ozodlikqa erishadichu. Erishib bo'lgandan keyin xotin bolalarini tashlab bu bir yerga ketishga majbur bo'ldi. Shu vaqtida ikki o'g'lini keyindan nima qilib chiqib esinglarda bo'lsin deydi. Buni menga onam deb bergan, bolalarimga deb berishga vasiyat qilgan. Sizlar mundaq-mundaq bizning ota-bobamiz bu yerda yashagan. Ma sabablik shu qul qatorida elib setilib kelib qilingan. Asli buvamning ismi Kontakenti, keyin Tobiga o'zgartirilgan ismi mushta. Buni bolalaringlarga cho'qim hikoya qilib deb beringlar deydi-chu. Ash bolalar kichik, 4-5 yosh vaqtida chiqadigan vaqtida mush hikoyani deb bergandi. Keyin jutni bir aylanib kelib bolalar yo'g'on bo'lib, yana bir qatam jutdan ayrilishga sabab bo'lgan, majbur bo'lgan vaqtida ikki o'g'lini to'lab kelib, yana mush hikoyani deb berdi. Buni bolalaringlarga cho'qim danglar debchi. Va mushu kitobni yozgan 7-mi, 8-mi avlodi bo'lib hisoblandi Kontakentining. Shu beshida shunday deydi. Mushuni buvam mushtaq bolalaringlarga yetkazinglar deb meros qoldiribdi ekan. Dadam, buvam menga yetkazgan dadam orqali men mushtaq bilgan debchi. Demak, bolalarimizga muhim narsalarni kichik, cho'ng demay davomli deb berishimiz kerak. Bu bolalarning qalbiga kichik vaqtida oson o'rnaydi. Yer yuziga sig'may qolgan askarlar bilan olamni besib olishga intilgan Chingizxon O'rta Osiyoning munarlari, osmon bilan bo'y talashgan ne go'zal shaharlarni bor yo'qi 15 kunning ichida bo'ysundirib bo'ldi. Qarshi turganning hammasini ot tuyoqlari bilan cheylagan ajalli kuchning vahimasidan qo'rqqan ba'zi bir shahar amirlari darvozalarini o'z qo'li bilan echib berishdi. O'tirar bo'lsa 6 oygacha dushmanga bo'y bermagan, jon fidolik bilan erishidi. Chingizxon o'tirarda erkak nasli qolmasin deb buyruq berdi. Qaysar Qoyirxon bilan tug'ilgan yerga yildiz tatib tapan teriyemagan. O'tiranning darvozasini Chingizxon askarlariga ichib bergan sotqinning tragediyasi menga saboq bo'ldi. Mushu hikoyasi uchunla dadam orqali o'tirar mening mangulik iftixorimga aylandi. Qayda ko'zimni yumsamla o'tirar yig'liqlari haqida hikoya qilayotgan dadam ko'z oldimga keladi. Dadamning kichkimlik singdirgan ta'limi, uningga bo'lgan hurmatim tamoman boshqa yo'lga elib chiqqandi. Uning turmushdagi odatlari mening kundalik odatimga aylandi. Masalan, nima ish qilganini bilmayman. Dadam rahmatli tushkichi zodi chechini oldirmaydi. Men mushu yoqqa kelguncha chechimni bir qatam tushdan burun oldirib boqmabdiman. Balkim cho'ng ishim yo'qdi. Mushu odatimdan talay ziyonlanim tortgandiman. Bir qatam Amerikaga tushdik aeroplan bilan uchaman deb turganda choch oldirishim keraklik esimga keldi. Qarong'i tushib ketgan, satrashgan etik tushkichi vaqtim bu. Biroq bola chag'imdan boshlab dadamdan qolgan odatni buzishga bo'lmaydi. Ilojim yo'q chechimni paxpa etib, boshqa qo'rqliqqa mengib ketdim. Kichkimdan dadam men uchun tug'ilgan yer ham hech qachon uzab ketolmaydigan tug'ilgan tuproqimning tüp qo'zig'idek bo'lib qoldi. 1992-yili o'tirar tuproqida yurtdoshlarimning talabi bilan ijodiyat kechilikim o'tkaziladigan bo'ldi. Tomizning oxiri yer qo'q osmon cho'q, chidiqsiz tinjiq. Meni markazdan 30 chaqirim yiroqlikda noy chegarasi hisoblanadigan insijin yo'q yerda 3000 ga yaqin yurtdoshim qarshi oldi. Dadamni ko'rgan buvaylar bilan oq buzrukvar onalarning quchoqlari meni keyni-keyindan tortib elib, osonlikcha qo'yib tutgandek emas. Shoirlar
Arka-arkadan şiir okup, vuldap yatkan dalını nakşı usulga kömüvetdi. Üç ana uturar topsini altın ip bilen keşlengen ak ipek tumar kılıp urap, "Tayçıkım, qaýerde ýürsäňmi tugulgan tupraqyňyň hysaty seni ýöläp dursun" dep boýnumga esip goýdy. Ömrümde öz elimden başga elläniňmi bäzi hörmetlik, katta mukapatlaryny algan men. Birak bulanyň hiç gaýsy meni muşu tugulgan ýerimniň tupraq tügülgen tumadek haýajanlandyrmagan edi. Aýtmatow. Burunky zamanda ata-bowalarymyz ýyrak köçedigan bolsa, erim irim kılıp beligi tugulgan ýeriniň topsyny tügip alatdyken. Uruşga atlangan oglanlarga ulanyň ýurty kep galgan dyldarlary taban eniniň bir çetini çişirtip saklap goýşatdyken. Bundaq kılışı tugulgan ýeriniň rizqy tatyp, aman esen ýurtga gaýtyp gelsin digen izgi tilek edi. Şahanyp. Çyňgyz, taryhy eslikka münasibetlik özümni tuýuk ýolga kirgizgen bir waka ýüz berdi. Meniň Sergey Tereshchenko digen ýurtdaşym bar. O makal temsiller bilen kazakça sözleydigan bolsa, men digen kazaklarny ýolda goýdy. O bir neçe ýyl Ýeşil Ittipakynyň hyzmatyny işledi. Çimkent oblastlyk partikomuny başgary. Keyin Cumhuriyet Ministrler Aşhanasynyň reisi boldy. Sergeyniň dadasymy Tülkibaş naýysynyň zor bir egiligini uzak ýyllar başgaryp, sosialistik mehnat gahrymany bolgan el ýurtyga kadirlik boway. Bir egiz söz bilen aýtkanda her ikisi öz ýurtyga çoňkur ýyldyz tatgan kişiler idi. Moňgol halkynyň tunja alem uçgusy Jügdi berimden gurrakça digen dostumnymy sirtden ýaxşy bilişiňiz mumkin. O sizniň her xil tilde neşir kılıngan eserleriňizni toplap ýöretdi. Kainatga ýene ussam Aýtmatownyň eserlerini özüm bilen bille elip gitmän digen edi. Mana şu qadirdan dostumny özümniň tugulgan ýerimge elip gitip Sergey Tereshchenkoga ýolgup kaldym. Gurrakça dostunga uturarny, onuň ata-bowlary ýer bilen ýeksen kılgan şäherlerniň iznasyny köset. Belkim bu onunda özgeçe oý pikir gozgap galar dep külümsirgen edi. Sergeyniň çaqçygynyň keýinde köňlümni parakende kıygan sirniň parlygyny oçagda his gamapdymen. Oturaga kadam basdyk. Naý başlyklar hoşallyk bilen garşy elişdi. Akşamy ýeňiden silingan Ebu Nasir Farabi namydaki Medeniyet saryda ikimiz bilen uçurşyş planlangan edi. Çüş qeýilip el ýurtuna aralaşqa çykyş aldyda muşu өлkidagi ýakyn inilerimniň biri Kan Yigit Sidiqow bilen Abulqasym Qulimbetowdyn maňa Oturar naýysynyň hörmetlik ýarany digen nam berildiganlygyny aňlap galdym. Sowet Ittipakynyň tunja aýal alem uçgusy Tereshikow namyda Almatyda tikgüçilik fabrikasy bar. Gagarin, Titov, Nikolayev namlarydaky mekdepler bilen koçalar Qazaqstanda ýüzlep sanalady. Eriş bagyryny kesip gaýtgan her bir alem uçgusyga kongan ýerige qarap jezgazgan arkalyk şäherleriniň hörmetlik ýarany namyny beriş şu çaglarda eneneге aýlangan edi. Gurrakça bolsa şimali өлkege, oturarga tunji qatim keliş edi. Onuňga şundaq nam berip goýsa, bununğa hiç kim gynqalanmaýdy. Partiýalyk siýaset jähetde biz bu tehe milletler ara dostlukny müstehkemleş bolup ýesaplanatdy. Şu çagda naý hakimi Muhammed Qasym Şakanow muhtar. Aýtgaňyz togra, birak bu meseleni awul aksakallary bilen meslähetleşip bir tarap gylaýly dedi. Baş ätýas mezgili. Aptapdan hozurlangan dala yap-yeşil ot çöpkü çümkinip, meyin hor çıkarmakta edi. Veyran boğan oturarının iznasyny gurrakçı bilen bille uzak arladık. Bu yani öz vaqtida Ulug Ipek yolunyň boýdaki 150 000 ahalisi bar. Heýbetlik şäher. Güllengen medeniyetiniň soda merkezi boğandysy kişi çin pütmeýdi. Togra. Öz zamanysynda ylgar medeniyet bilen rawajlangan oturarda dünýäniň Aristotelden keyinki ikinji ustazy dep atalgan Ebu Nasir el-Farabi tugulgan. El-Farabidek taryhçy, peýlasup, tebip, astronom, matematik alimlarmy muşu zeminde ýetişip çykkan edi. Hatda şäherge su turuby arkaly kelip turgan edi. Dise, bilmeýdigan kişige huddy çöçeklerdek bilinişi mumkin. Şu ulug medeniyet Çingizhan eskerleriniň atlarynyň tuyaklary astyda qelyp taryh sähnesinden ýokaldy.
Erkek nesli qolmasin degan buyruqning turtkisida homildor ayollarning qo'rsqini yerib, yumron bolalarning beshini neziga sanjagan rəhimsiz ko'rinishlarni bu yerning xalqi o'zining tarixiy xotirasida mangulik saqlab qoldi. Buningga hamma dard hasratini ichiga jutqan, mana mushu mukchaygan dumbalchilar bilan oftobsinib yotgan dövrlarni guvoh. Biz o'lik shahar bilan ichimizda sirdishib, etakka tushganda ovul kishilari ko'k moysi ustiga gilam, ko'pa, o'tirg'i dasturxon selib, samovarni varaqishtirib qo'yintib o'ltiribdikan. Mavi qiziqni ko'ringlar. Tug'ilgan yeringni vayron qilgan, elkunni cho'pdek qirgan, ilm-fan, adabiyoti gullab yashnayotgan xalqning madaniyatni yuzlagan yillar keyniga chekindirgan, vahshiylikda uchiq chiqqan Chingizxon avlodi bilan oradan 7 asr o'tganda o'zaro jon ayashmaydigan do'st bo'laman. Bir chog'larda ota bobovari kulini ko'kka so'rayotgan o'lik shaharning ustida o'ltirib, xuddi asga ilishga arzigudek hech nima yo'qdek, xilma-xil hazil chaqchaqqa beshimizga kirib ketamiz deb kim o'ylagan? Oradan biroz vaqt o'tganda yanimizga men to'liq qadrlaydigan Musabek Ajibekov, Qutum O'rdaboyev boshlagan bir to'p kishi kelib otdan tushdi. Bularning ichidagi Adham Shiltarqanov degan oqsoqol ko'zimga issiq ko'rindi. Bu Janubiy Qozog'iston o'lkasining shajarasini suvdek ichib olgan, hamisha tarixiy temada qalam tartib maqola yozadigan aqlliq buvay edi. Mavbapni mishagicha o'qayli. Yana bu yerda biz Ching'iz Aytmatovdan o'tdik. Hozir Qozoq shoiri Muxtor Shahonovninki ota yurti o'tirar haqidagi rivoyatlarni anlatadi. Davomini kelarki sonda davomli anglaymiz. Alloga omonat, xayr xo'sh.